Dalaga chiqing, dalaga chiqing, iltimos dalaga chiqib ket, xola dalaga chiqib keting. Kaka dalaga chiqib ketsa bo'ladi-ku. Borgandan keyin webpon Boshiringa. yo'limizda. Bu yo'ldan chiqaveradi. Nima bola bo'lgan bunga? Qanaqa Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, akalar, ukalar, opa-singillar va obuna bo'lmasdan ko'rayotgan do'stlar. Bugun ko'pchilikning talabiga binoan deb aytmasam ham, bugun o'zim ham yoqtirayotgan va ba'zi obunachilarimning yoqadigan Granny 3 o'yinini o'ynab mazza qilib hordiq chiqarishga harakat qilamiz obunachilar. Qanaqa qilib horror o'yindan hordiq chiqarish mumkin, bilasizlarmi? Нет. Bilmaysizlar. Chunki men borman sizlarga bu o'yinni hordiq chiqarayotgan o'rinda yetkazib beraman akalar. Prosta sizlarning vazifanglar like bosish va obuna bo'lish. Chunki kanalimizda 97% odam obuna emasdan ko'rar ekan. Bu juda ham yomon. Va biz 10 mingtaga ozgina qoldik. Shuning uchun akalar ayamisizlar, dakansa bosasizlar degan umiddaman. Xo'sh, bizani birinchi navbatda qiladigan ishimiz tezlik bilan oshxonaga borish. Oshxonaga yetib borgandan keyin nima qilamiz? Elga desanglar, oshxonaga yetib borgandan keyin webpon Boshiringa. Onani magur. Xola o'ling, insof vijdon hech qaysi qolmabdi deb turqis qursin. Yo'qdan dakansa keladi, yopmay-yo. Dakansa keladi. Onasini yaxshi bo'lsa qanaqa qilib akalar? Yo'q qo'ydi. Ozgina o'tirmasam akalar hozir mazam qo'shib qo'yadi bu palakat. Akalar kakti bezab bu yo'q. Qanaqa qilib men nimaga men bilan sodir bo'ldi bu narsa? A few moments later. Tak, mayli. Chiqdik. Xo'sh, xolani qattaligi вообще никакой noma'lum. Qaytib ketdi menimcha. Qopqon qo'yibdi. Qopqonga tushmasdan o'tamiz. Tak, tashqariga chiqib ketishdi menimcha. Ikkovi ham. Voy. Oppa. O'sha o'tishim kerak, bu ham o'sha yoqqa boradi, akalar. Miying dalaga chiqing, iltimos dalaga chiqib ket, xola dalaga chiqib keting. Kaka dalaga chiqib ketsa bo'ladi-ku. Shu ayol kishi nimaga asabni buzgan, akalar, menga tushuntirib beringlar, iltimos. Tog'a hamda. Tog'a ko'rmayapti hozircha. Tog'a ko'zi o'sha akalar tomibdi. Mayli, hazillashmaydi, prosta mana shu yerdan webpon keyda ola oladi. U yog'i o'zim bilaman, hozir masalan ikkovingni ham qoningni ichaman, qarab turdi. Sizlar o'ynashding. Elgo bilan o'ynashdi akalar bilan. Kim bilan o'ynashganini prosta his qilmayapti-da akalar. Elgo gamer bilan o'ynashib qo'ydi bilan. Katta xatoga yo'l qo'yishdi. Grannyni chaqirib qo'yamiz. Asabni buzib aylanib yurmaydi yo'limizda. Bu yo'ldan chiqaveradi. Nima bola bo'lgan bunga? Qanaqa xotin bu? Yo'ldan chiqaverasan, yo'q bu yerdan. Iltimos boshqa joyga ket, bor, naryoqda o'yna. Balabon san men oldimda senga akalar, vashi itak. Cho'ta yomon o'ynayapti bular akalar. Men qurshovga olishyaptimi nima bola? Tak, tog'a qaysi go'rdi endi? Tog'a qatta endi, tog'a jonim qaysi? Qayerda tog'am? Qayerda tog'am? Tak. Mayli, webpon keyda olishga-ku epladi, lekin webpon keyda o'qi yo'q akalar. Shu problema bor bizda. Shunaqa muammogarchiliklar. Tog'am yo'q ekan. Tog'a yo'q bu yerda. Tog'a qatta tog'a. Tog'am cho'ta bu yerda yo'q. Mayli. Tak, dalaga chiqamiz. Xo'sh, amallab. Voy. Ya, xola. Qondaysiz? Qaq ketdi. Mayli. Tak. Mayli. Ya, xolani tabriklaman akalar. Biz xola Navruz uchun ko'p bayram qilyapti. Bizda hozir Navruz-ku, Navruz bayrami hozir 21-kuni olinyapti video akalar. Eslashni bilmasanglar, tak yaqinroq keling, xola kallangizdan o'zim headshot tay. Perfect udar. 2,5 minutga qoladi. Endi tog'ani qanaqa o'ldiramiz? Tog'a qayda? Slenderina bu ham bir o'zini ko'st qo'ymasa orada bo'lmaydi. Voy. Obbo, tog'a chiqdi. Lekin bizda tosh bor. Bo'ldi. Easy yashni hozir ikkovini ham akalar qarab turinglar. Men hozir asabni buzib qo'yishdi-da, prosta akalar hozir men ikkovini ham nima qilaman aytaymi? Mayli. Yaxshi tegdi. Tog'a jonim berib turing. Mayli, tog'a joy jannatda bo'lsin. Headshot. Xola o'zi yo'q bo'lib ketdi. Bu degani vaqtimiz kam. Tez ishimizni qilmasak, xola uyg'onib qolib, yana mazgina o'shana qilayotgan kuni bo'ladi. Tak, tez, ukajon, tez yugur. Granny 1da, 2da tezroq yurardi. 3da juda slab qilib qo'yishgan, biladigan bo'lsanglar, juda ham sekin yuryapti bola. Nimagadir shu kam ovqat yeyaptimi, yo yaxshi boqmayaptilar-da buni akalar, prosta slab bo'lib ketyapti kundan kunga. Bu yomon. Bu juda ham yomon. Qaraysan ukam?
ko'rding, sen bilan hisob kitob qildik. Bo'ldi, sen bilan endi ishim yo'q. Tak, kaltni olamiz. Kalt, voy tiqilib qoldim. Tiqilib qolma ukajon, tez yur. Bo'l. Olg'a, O'zbekiston. O'zbekiston balqasi bor bu yoqqa. Qani suvga tushib ketmadi? Yo'q, chotga tushdi. Zo'r akalar, prosta. Tak, o'qni ol. Ana shu Drabovigda yomon chiroyli, xuddi nima deydi, Arnold Schwarzenegger kinolarida Drabovigda o'ynatib qoqib ketar ekan mani. Xuddi o'shanaqada bu. Tak, vaza bugun bizga kerak emas. Xo'sh, uxlab olaydi men. Aytmaydi akalar. Har ehtimolga qarshida endi. Tak, endi bizni vazifamiz voy, bag. Slendrina zinadan chiqdi, men tortib oldi ekranimni. Xo'sh, biza hozir bo'ynaki metroni oldidagi eshikchani sindirishimiz kerak. Mana shuni, bunday qilib. Keyin bu yoqdan o'tamiz. O't. Voy. Nima chota nito ishlayapti Granny akalar? O'yin chota g'alati harakatlar qilyapti. Tak, holi uyg'ongan bo'lsa hozir uchib keladi-da, 100% javob. Tak, bizga bu bor. Tak, men tavakkal qilishim mumkinman, shuning uchun ham xolani tinchitib, keyin yo'lga chiqaman. Xo'sh, shuning uchun ham xolajonim, qaydasiz? Yop qo'y buni. Xo'p, xolajonim uyg'onganiga men tucha javob berishim mumkin. Kimdir tushyapti menimcha? Yo'q, hech kim yo'q. Qaydasizlar bolalar? Mendan qo'rqmanglar. Prosta nima deydi? Mendan prosta qo'rqmanglar, всё. Tak, bu yoqda hech narsa yo'q. Xo'sh. Qo'rqmanglar bolalar, qaydasizlar? Yoki hali uyg'onishmagan? Aytdim-ku uyg'ongan deb. Kak uyg'onmaydi akalar. Xo'sh, endi tog'a qayda? Tog'a jonim qaydasiz? Tak, mayli. Tak, tog'a shag eshitmaydi. Tog'ani qulog'i kar, ko'zi esa ko'r. Bu yo'q ekan tog'a. I see you, damingni ol. Yomon qildimmi akalar? Tan olinglar, yomon qildim-ku akalar. Ha, elgo yomon qildingiz, qiywordingiz, vashi sizga gap yo'q. Desanglar, tamom akalar, men sizlarni tan olaman. Tak, buni yoqqa tashab qo'yamiz. Tog'a qaytib ola olmasin-da arujasini, seni boshga bitgan balo qiladi. Yop shuni. Brat, qandaysiz? Mazam sizga? Bratga mazada yotadi kuni bo'yi 24 soatga yetdi. Taxminan bir 500 yildan beri yotibdi-da shu yoqda bu brat. Ketmaydi ham-da, uyqu olgan o'ziga shu yoqda. Hop, men tepaga chiqib kelishim kerak. Undan oldin simni qo'yib kelishim kerak edi. Tak, kelinglar hammasini birdan olib chiqib ketamiz, keyin qaytib tushib, chiqib yurmaslik uchun. Xo'sh, eshikdan qochishim uchun hamma narsa menga podvalda bor va podvaldagi narsalar kerak. Sim kerak, menga eshik kaltni topdim va menga taxta kerak. Taxtani bo'lakchasini ham olishim kerak, taxtani. Xo'sh, taxta esa tepaga chiqib ketadigan yo'lni ochib beradi. Xo'p, mayli. Tak, qani yurchi, ukajonim. Tak. Menga hozir bitta kerak narsa o'sha taxta qoldi. Всё, boshqa hech narsa menga kerak emas. Prosta tepaga chiqib ketsam bo'lganni. Xo'sh, mana bu yerda roboti bor, u ham hozir bir baqirib oladi. Agar ulgursa. Xo'sh, ulgurdi. Tak, tushirib yubordim nimadirni. G'irt harakat bochadi. Semiz odam. Menimcha, yog'ay semiz odam yo'qqa sig'maydi. Da. Shunaqa. Xo'sh, Granny hozir aptimga chiqib kelmasa bo'ldi deb o'tiribman. Shunday bo'lmasa edi. Iltimos, Granny yo'q, normal. Granny bu emas. Lekin Slendrina, o'rningda bo'lar, Slendrina. Tog'a uxlamayaptimi? Tog'a yo'qmi? Hali paydo bo'lishmabdi. Paydo bo'lishgan mumkin. Bo'lishi ham mumkin. Bu yoqqa nima chiqayman? Bu yoqqa borishim kerak ekan. Tak. Taxtani qo'yamiz, o'tamiz va mana buni olamiz. Keyin pastga tushamiz. Pastdan esa bizga kerak bo'ladi. Hech narsa pastdan kerak emas, prosta tepaga chiqib ketishimiz kerak, ana xonaga. Eshikning oldiga borishimiz kerak. Gaplarni chalkash ketyapti. Tak. Arbaletim turibdi ekan. Normal. Hozir yana ikkovini o'qitib yuboraman. 3 marta o'ldir ekanman hisobda. Tak. Jinnursin sana. Toza nima bo'la? Joningdan to'ydingmi? O'lgisi kelyapti akalar. Arvohni ham o'ldirsa bo'ladi, bilsanglar. Bilmaganlar uchun master class kursda berishim mumkin agar shu videoga 500 ta like yig'sanglar. Tak, agar shu video normal likelar bilan yig'sanglar akalar, keyingi videoda anondan qochaman. Metrodan qochamiz, metrodan chuk qilib qochamiz akalar. Tak.
Tak, tezlikda qaranglar akalar, o'ta tezmanda. Voy, o'zimga gap yo'q, o'zimga gap yo'q. Speedrunchilar ham akalar mendan ko'rib, keyin speedrun qiladi-da, ishonasizmi? Aha, Elgo bunday qildi, Elgo bu paytda bunday qilyapti. Demak, shu vaqtda shunday bo'ladi deb. O, xolam chiqibdi. Xola, shu bu yerdaman. Hozir bitta tosh bordi. Ko'rdim mana. Xolajonim, sizni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham bitta o'qda nima deydi, joningizni qiynamasdan o'ldiraman. Qanday mehribongarchilik, akalar, qanday mehribonlik. Odamni qiynamasdan o'ldirish bu g'irt manyakning ishi-ku, akalar. Elga shunaqa ham toshbag'ir bo'ladimi? Elga axir siz yaxshi youtubersiz-ku. Bunaqa toshbag'ir bo'lmang. Yo'q. Qanaqa qilib? Endi bu haqqoniy bo'ldi. Xo'sh, endi bitta tepaga chiqib ketsak, shu bilan ishimiz tugaydi va biz videoni tugatamiz akalar. Easy deb o'ynagan uchun easy bo'ladi-da. Ajoyib. Itak bir-biriga to'g'ri kelayotgan gap aytdim. Xo'sh, Grannylarning uyiga svet kelmagan ekan, afsuski. Shuning uchun bu bechoralar dvijok ishlatadi. 24 soatga yetdi, dvijok tayda g'arillab o'tiradi, traktor ishlatgandek o'tdi. Xo'p, tog'am yotishini qaranglar. Voy, tog'a. Voy tog'a, sizda shunaqa hunarlaringiz ham bormi? Men sizda 5 kilo nosni birdan chakishingizni bilardim, lekin bunaqa yo'q bo'lib ketishingizni bilmadim. Menimcha tog'a juda ham ko'p qarz olgan do'stlaridan. Shuning uchun ham nima deydi, g'oyib bo'lishni zo'raypaydi-da prosta. Buni tiqamiz. Tog'a shunday o'tir ekanda. Mana bu introda Granny mashinada o'tiradi. Borib qarang, kellarni do'stiz deydi, shu bilan tamom ketamiz. Tak, tepaga chiqamiz. Tepaga chiq, uka, tepaga chiq. Voy, osilma basharaga oyog'i. Basharing oyog'im, sen to'g'ri yur, iltimos. Bo'ldi, yutdik. Tak, bo'ldi, normalli. O'zimiz bilan bir nima olib ketsak bo'lmaydimi? Kelish arbalet olib ketamiz. Har nima o'rmondan bir nima deydi, yovvoyi hayvon mana chiqib qolsa, o'ldirib olish kerak endi. Ashi prosta IQ millionda akalar. Tosh ham olib ketaylik, hay. Tosh yo'qmi bitta? Bor ekan. Qani? Nima yonni hozir yerda? Nimadir yonni-ku bu yoqda. Nima yonni? Meni aldashdi. Jinursin. Aka, tosh yo'q, bitta bir dona tosh olib ketay, iltimos akalar. Bir dona tosh beringlar, iltimos. Do'stlar, bunday vahshiy bo'lmaydi odam degani. Mana. Bir dona tosh chiqdi. Yo, ikkita ekan. Tak, tosh bor. Hozir akalar bitta bugni sinab ko'ramiz. Granny bilan Grandpani ishtagiga o'ldiramizda, o'zimiz chiqib ketamiz. Keyin nima bo'lar ekan? Ana shu narsa qiziqda menga. Tak, endi u landorlarni kutib turishimiz kerak. Endi u chiqish kerak, keyin meni topish kerak, o'ldirish kerak. O'ldirmaydi-ku, aql yetmay o'ldirishga. A few moments later. Tak, akalar, xolani amalda chaqira oling, tog'ani qaysi go'rdan chaqiramiz bilmadim, mayli. Agar tog'a kelmasa, Grannyni shunaygacha tashab ketamiz, mayli, akalar, ketdik, bo'ldi. Ja qiynab yubordik ularni. Tog'a bo'pti, xotiningizni olib qo'yarsiz yo'ldan o'ziz. Qani ko'raychi. Yo'q, ishlamagan. Hisobda Granny oyoqda yotish kerak edi. Bular shu turish kerak edi. Tak, mayli, biz zato yutdik. Men yutdim. Tamam, easy deb yutdik akalar. Bo'ldi, tamam. Menimcha video qisqa bo'ldi. Uncha cho'zilmadi ham. Xullas do'stlar, albatta video yoqdi degan umiddaman. Kommentariyada like bosib qoldinglar, yozinglar o'zinglar xohlagan narsani. Zo'r. Mayli. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Tugadi. Bo'ldi, tamam.